Virusli konjektivitlar. Bular hozirgi paytda haqiqatan juda ko'p. Biz kuniga ishonsanglar, oxirgi paytlarda har kuni har bir joyda ko'ryapmiz. Ya'ni masalan Toshkent, nafaqat Toshkent shahrida, Farg'onaga borsak ham, Qarshiga borsak ham, Samarqandga, Buxoroga borsak ham shu kasalliklarni har doim ko'rib turibmiz. Oxirgi paytlarda bu juda ham ko'payib ketgan virusli konjektivitlar. Avval sezonda bo'lardi. Masalan, faqat ma'lum vaqtda uchrardi. Hozir unaqa emas. Yil 12 oy virusli konjektivitlar ko'payib ketdi. Yil 12 oy. Avval unaqasi bo'lmagan. Bu albatta koronavirus bilan, gripp bilan va boshqa virusli kasalliklar bilan 100% bog'liq. Ya'ni o'sha organizmdagi immunitet susayadi va virus ko'zga tushadi. Bu tomoq burunda shamollash orqali, gripp orqali va boshqa kasalliklar orqali ko'zda o'ziga shamollashlar tushib, ko'zda qizarish, yoshlanish, yiringlash va ko'zdagi yomon tomoni xiralashish kelib chiqadi. Ba'zi holatlarda keladi bemorlar, uyda davoladim, har xil dorilarni qilib ko'rdim deydi, mana bu dorilar yordam bermadi deb bir paket dori ko'tarib kelgan bemorlar ham bor oldimizga. Bunaqa holatda albatta ko'z doktoriga uchrashib, srochniy ko'zni ichini shilliq qavatlarda nalyot paydo bo'ladi. Ko'zning ichki qavatida plyonka paydo bo'ladi. O'zi konjektiva o'zi juda yupqa. Shuni ustida bir qavat virus o'ziga plyonka paydo qiladi va bu narsani plyonkani biz akkuratni olib tashlaymiz va unga maxsus dorilar qilamiz. Ba'zida ko'zning ichiga 4 kun, 5 kunga ko'zdan tegidan yoki konjektivani o'zidan ukollar qilamizda va buni davolaymiz. Bu vaqtida agar buni davolamasa nima bo'ladi? Bu ko'zda soatda oynasi, ya'ni ko'zda oynasida mayda dog'lar paydo qiladi. Bu dog'lar ko'payib turib ko'zni oldini oqartiradi. Ko'zda xiralishga va ko'zda tuman paydo bo'lishiga olib keladi. Bunaqa bemorlar ko'p. Keladi ko'zda tuman. Shunda ko'rsangiz bu katarakta ekan deb fikrlab, o'ylab turib, kasalni shunday shilovkada ko'rsangiz, ko'zi shoh pardasi oqarib qolgan. Keyin so'rasangiz, "Ha, ukam, bir primerno 3 oy oldin ko'zimda virusli konjektivit o'tkazimda, shuni vaqtida davololmadim, ishga chiqib ketdim, ishladim, boshqa qildim, ko'p e'tibor bermadim, ko'zimda o'sha xiralash bo'lib qoldi. U doktorga bordim, bu doktorga bordim." Chunki vaqtida davolamagandan keyin doktor sarson bo'lib yuraveradi. Buni bizda maxsus davolash yo'llari bor. Ko'zdagi virusga qarab turib, ko'zdagi ukollar, davolar bilan davolaymiz. Buni o'sha eng asosiy narsa ko'zni o'sha vaqtida davolash. Ko'zda qizarish, shamollash berdimi, srochniy ko'z doktoriga ko'rsatib, buni davolash kerak. Chunki buni uy sharoitida virusli konjektivitni siz tuzata olmaysiz. Bu virusli konjektivitlarda yomon tomoni bu oila a'zolariga, qarindosh urug'larga salomatlik qiladi. Bu ko'zni ichiga infeksiya tushib turib, yon atrofdagilarga ham zarar qiladi. Masalan, ko'zda agar virusli konjektivit bilan bola kelsa, biz buni maktabdan ham to'xtatamiz, bog'chadan ham to'xtatamiz. Agar katta odam bo'ladigan bo'lsa aytamiz, "Aka, opa, siz ishlamaysiz hozir. Ko'zingizni davolab olamiz" deb turib tushuncha beramiz. Virusli konjektivitlarda povyaskalar qo'yib yuradi, bosib, yopib yuradi. Ular umuman aslo mumkin emas. Chunki virusni ko'payishiga sharoit yaratib beramiz. Virusni ko'payishiga. O'shaning uchun konjektivit bo'lganlarda ko'zni yopib yurish mumkin emas. Faqat quyosh shamolda qorachik taqiladi va maxsus davolarni qilib ko'zni tuzatiladi va bunga vaqt sarflanadi. Ancha vaqt ketadi. O'shaning uchun kuniga kelib tozalab, konjektivalarda shilliq pardalarni tozalatib, ko'z doktor nazoratida 100% bo'lishingiz kerak. Chunki bu kasallik o'zidan keyin stoyki pomutniy, ya'ni ancha turadigan, ko'zda qolib ketadigan, ba'zida bir umrga ko'zda xiraligiga olib keladigan kasallik hisoblanadi. Ko'zda oynasini dog'ini ketkizish juda qiyin. Dog' bo'lib qolsa, men bemorlarda 6 oy, 1 yilgacha bemorlarda qiynalib tuzatgan bemorlarimiz bo'lgan. O'shaning uchun azizlar, virusli konjektivit bilan hazillashib bo'lmaydi. Buni vaqtida ko'z shifokoriga ko'rsatib, vaqtida davolanish kerak. Bu oddiy konjektivitlardan farq qiladi. Bu konjektivitlarda oddiy konjektivitlarda birdan yiringlash bilan boshlansa, bunda unaqa bo'lmaydi. Achishish, yoshlanish, qizarish, shu ko'zdagi yosh oqish mashaqasida paydo bo'ladi. Oddiy konjektivit bo'lsa, ertalab tursangiz kiprigingiz yopishib qolish bilan. Buni oson, buni uy sharoitida davolasa bo'ladi. Lekin virusli konjektivitlarda albatta ko'z shifokori kuniga ko'rib, shilliq lampa, ya'ni tirqishlik lampa apparatda shilliq pardani tozalab turish kerak. Agar tozalamasa, 1000 dori qilganingiz bilan o'sha ko'zda oldida paydo bo'lgan plyonka ko'zda dorilarni, ko'zga ta'sirini to'xtatadi va ko'zingizga shuncha qilgan doringiz yordam qilmaydi azizlar.
avval bu kasalliklar ko'p uchramasdi. To'g'risi yomon ko'rardim bunaqa kasallikni. Avval endi tugatgan paytlarim. Hozir bo'lsa eng yaxshi ko'raman. Chunki konjektivitni, virusli konjektivitni davolashni biz ancha-muncha uddasidan chiqdik. Chunki juda ham bemorlar bunga ko'p. Avval Covid bilan bemorlar bo'lgan, tuzatish boshida qiyin bo'lgan, juda ko'pchilik o'lib ketaverdi. Keyin hozirgi paytda o'zi Covid bo'yicha mutaxassislar ham ancha rivojlanib ketdi. Ko'z ham xuddi shunday azizlar. Ko'zingizni asrang.